Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Iskandar. Har doimdek Gameloot kanaliga xush kelibsizlar. Bugun do'stlar sizlar bilan mana shu ekranlaringda chiqib turgan o'yin The Backslum o'yinini o'ynab mazza qilamiz. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin doimgidek eslatib o'taman, kanalga обязательно obuna bo'lib, like bosib, fikrlaringni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Bu o'yinda odam bo'lishi ham mumkin, maxluq ham bo'lishi mumkin. Men qaysini tanlasam ekan? Shuni o'ylab qolmaydi. Biz birinchi boshida odam bo'lamiz. Agarda siz tayyor bo'lsangiz, men bugungi videoni boshladim. Короче, biz mana shu maxluqdan qochishimiz kerak va eshikni topib chiqib ketishimiz kerak. Xo'p, mana bu ekran agar qorayib ketgan bo'lsa, demak o'sha maxluq bizga yaqin bo'ladi. Xo'p, bitta bratanlarimiz ham bor. O'tib bitay. Har qalay. Biroz emasman. Yerga ham qo'ymayman. Xo'p. Uy, ana kelyapti. Voy, ana bratimizni o'ldirdi. Yaramas. Xo'p. Qo'llar bor. Voy. O'yinni ham yaratgan bo'lsam, zo'r yaratibdi-da. Voy. Kelyapti. Nima qilish kerak? O. Nimadir qildik cho'ta. O, kalit bertakalar. Yaxshi. Xo'p. Tezroq ketamiz. Xo'p. Cho'ta omadimiz kelyapti. Xo'p, biz bu yoqqa tushaylikchi. Tankalar. Voy, tog'a. Qoching. To'g'risi shunganday bo'ldi. Menimcha shu o'sha eshikni ochib chiqib ketmaganimiz uchun yutqazib qo'ydik. Xo'p, yana bir marta harakat qilamiz. Davay. Xo'p, men tangalarga qo'lay birinchi. Xo'p, kaltni qayerdan oldim? Bittami? Oldim kaltni. Yes. Bizga 50 soniya berilar ekan. Uchun. Ana belgiga qo'ydik. Yes. Xo'p, qochamiz. Voy, qo'shib bordik. Hop. Akalar qochdik. Yes. Yaxshi. Birinchi boshida omadimiz kelyapti. Asta-sekin. Hop. Chiqay, reklamamizga kerak emas. Hop, mana endi ikkinchisiga keldik. Menimcha ikkinchisi sal qiyinroq bo'ladi. Hop, boshlaymiz biz. Xo'sh. Loydan yana qochish kerak. Qochish tezroq. Umid qilamanki, faqat meni quvlamaydi. Bitta, chunki 5-6 odam bor. 5 ta ekan. Tepada ekranlaringni ko'rib turibdi o'zi. Sarig'i men bo'laman. Legendarniman-da. Xo'p, biz endi chalg'amasdan kalt qidirishimiz kerak. Mayda kalt beradi lekin. Yes, kalt oldik. Endi surishimiz oson bo'ladi. Xo'p. Qanday bo'ldi? Sha. Cho'ta meni omadim kela boshlayapti. Hop, 3-levelga keldik. Qochish kerak. O'zi bu tez yuradimi? Ko'raylikchi. Loy. Past yurar ekan. Loy, tutolmaysan kel, tutolmaysan kel. Oy. Jahl chiqmasin yana. Hop. Bitdan endi ola olmaymiz menimcha. Chunki mana olamiz. Yaxshi. Xo'sh. Tezroq. Yoy. Hozir qoch. Yurishni. Yes, yana bir bor yutdik. 4-marta yutishimiz. Yaxshi. Omad bizdan yuz o'g'irmayapti. Hop. Oxirgisi 5-level bo'ladi. 5-level yutsak, menimcha hammasini o'tib bo'lgan bo'lamiz. Qaramay turing. Bu tog'a hammalardan ko'ra yaxshiroq ekan. Chunki bizni quvlamayapti. Hop. Yaxshi, haydik. Tangalarni ol. Soqqa. Qali. Ol. Bratimiz mag'layapti ekan. Brat, qoching undan ko'ra, Olmasa bo'lmaydi-ku. Hop, biz surdik yana.
Boshqalar o'lib ketdi. Ana bratimiz yotibdi. Xo'p. Oxirgi so'nggisi 5-level. Yaxshi. Xo'p. Menimcha qiyin bo'ladi. Voy. Nima qilish kerak? Tezroq. Tangani qo'ymang. Yaxshi. Bizga 40 soniya qoldi. Tezroq o'lish kerak, tezroq. Qayerda? Voy. Yo'q ekan. Yes. O bitti. Adam o'lib ketdi. Biz qochishimiz kerak. Qayerda? Yaxshi. Iltimos. O'tib ketay. Yaxshi. Yes. Yo'q, berdingiz tog'a. Rahmat sizga ketdikon. Hop, yana yutdik. Omadimdan aylanay. Xo'sh, endi wow. Adashmasam bu mahluqni ko'pchilik taniydi. Bu siren, ya'ni baqiradi. Qarochi shunaqa mahluqda. Sirena degan mahluq. Uning nomini bilmayman, lekin siren bo'lishi kerak. Xo'p, yana boshlaymiz. Nima deyapti? Ovoz ketay. Internet kerak deyapti. Va, mana shuni o'ynaymiz. Xo'p, mayli. Birinchi bo'ldim biz mahluq bo'lamiz. Vosh, baringni qo'lga olaman, men hozir qarab turinglar. Ketdi. Yur. Qani? Vada! Beraga. Voya. Buja. Bitta odam qoldi, qochib ketmasdan uji tezroq o'lishi. Ha. Men yengdim. Qo'tilib ketay. Yaxshi. Davay. Mana shu oxirgisini o'ynaydik. Hammasi ma'lum qo'lga olaman-ku. Spesnas bo'lib ketganman men. Davay. Qochinglar, davay. Hop, ketdi. Tez. Mana uchalasi ketdi. Uchtasi ketdi. Bittasi o'ldi. Tanganada olishing uchun. Mahluq ham tanga olar ekan. Soq qilish yaxshi ko'radi mahluq ham. Vada! Bitta qoldi. Yana bittasi qani? Endi tezroq. Qochib ketadi. Xo'sh. Tutdim. Bizga yangi mahluq berar ekan. Vosh. Davay. Komplekt. Mana shu uchalasini yengamiz, albatta. Men bunga ishonaman. Xo'p, tezroq qochinglar, men vashshe zerikib ketdim sizlarni qo'llayverib. Bemalol ishlayapman. Xo'sh, men tezroq. Mana voya! Kung-fuchiman men, kung-fuchi davay. Hop. Mana. Yaxshi. Hech o'ylamagandim o'yinda yutaman deb. Ikkita qoldi. O'ynaylik. Xo'sh, qochinglar davay. Berkininglar qayerga bo'lsa ham men olib tutaman. Mana shu ikkita qochib tezroq. Ketay. Yaqaga. Bitta qoldi. Qani? Bittasi qani? Yobul. Bitta qayergadir qochib ketdi u. Qoldi. O'zi ketay. Yonimdan chiqib qoldi. Yaxshi. Sirenni berar ekan bizga. Xo'sh, bittasi qoldi. Bu ham bo'lsa bu. Xo'sh, cowboy bratimiz. Ket. Tez. Bol. Yaxshi. Men bratim sizga. Bu esa sizga. Bu esa sizga.
Chiqdimi? Bari. Hop. Bunga internet kerak ekan endi uzil. Ayibga buyurmasin lekin mana shu 5 ta levelda ham oqib maqlab qo'ydim. Xullas do'stlar, video o'z nihoyasiga yetdi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish eslangdan chiqmasin. Chunki biz 50 ta obunachiga erishsak, Granny to'l o'yin o'ynayman. Agarda 100 ta obunachi yig'ib bersanglar, men Granny 5 o'yinni o'ynab YouTube chiqib ketishga harakat qilaman. Sizlar bilan Skanner edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, joningiz sog' bo'lsin.